Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent Kazan Nabirejniy yili Nijnikamskiy yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftasiga kutib. Seshanba, juma kunlari amalga oshirilmoqda. Soat 18:00 da reysiy avtobuslarimiz jo'nab ketyapti. Undan tashqari bizda Toshkent, Moskva, Chipakser, Nijnogorod yo'nalishlari bo'yicha esa dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Toshkent avtovokzalidan Primoy, Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha reyslarimiz jo'nab ketadi. Sizga ham ishonchli narxlarda ishonchli biletlarimiz kerak bo'lsa yoki joylaringizdan onlayn bron qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarimizga bog'lanib, savollaringizga batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kulet, zaryadchik moslamalari, qish-yoz ishlaydigan konditsionerlar, Wi-Fi. Undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Hoziroq bizga murojaat qilib, joylaringizni onlayn bron qilib qo'ydirsangiz bo'ladi. YouTube, Telegram, Instagram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga ham bemalol yozsangiz bo'ladi. 51 ta o'rindiqdan iborat komfort avtobuslarimizda hech qanday ortiqcha odamlarsiz manzilingizga yetib olmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan.